Markitlardan echinishlik mag'lub bo'lgan To'mirchin mundaq bir qoidani tushundiki, o'zi texi kuchaymagan sharoitda cho'qim boshqalarning yordamiga tayinish kerak edi. Dal mushu qoida uning muvaffaqiyat qozonishidagi eng muhim umumiy tadbir bo'lib qoldi. O'lgir markitlar. 7 yosh chig'imda bu malulloh opamni bulab ketgan. Bizga yana Salanga daryosi bo'yida gurish oqlatib, ishakning kunini ko'rsatgan. Bu koni qisasini olmay turib, hozir yana o'g'lim To'mirchinni xo'rlabdi. Endi ulardan koni qisas bilan yangi hisobni biroqla olaman. Yayloqdagi padaga ziyon soladigan bu yovuz bo'rilarni burunli yo'qitib o'tish kerak edi. Biroq ulardek dushmanni yo'qotish uchun o'zimizning kuchiga tayansak tankilamasligimiz mumkin. Akam Jadaran qabilasiga qasamdishi Jamuqadan yordam so'rab ketdi. Yaxshi qipti. U kam deganda bir tuman otliqni to'play oladi. Qasar, men To'mirchinga o'z vaqtida sizlarni tashlab ketgan el jamoatinglarni yig'ib tarqilib ketgan qavminglarni to'plab beraman deb va'da bergan. Endi qasimimni amalga oshiradigan payt keldi. Chaqagan bu. Sangim, sizlar mening nomimda yayloqtikilarni xabarlantiringlar. Qiyon qabilasining allarli bo'ladi ekan, muddat ichida Borxontaga qaytib berib To'mirchinga bo'ysunsin. Unamaydi ekan, men To'g'rilxonning chavandozlari ularning chedirlarini to'p-to'z qilib, kunlarini ko'k so'rib yutadi. Mol-chorva uy bisotlarini talon-taroj qilib yutadi. Bu kinoning rad numeri 92. Bosh betimizdagi birinchi zupinni ichib kinoning kisvetilmagan to'liq nusxasini ko'rish usuliga erishing. Birodarim, xotirjam bo'l. Boshqa kun tushganda qarab turmayman. Kel. Uning ustiga ular ana achang bilan xotiningni bulab ketibdi. Mening qo'l ostimda bir tuman otliq chavandoz bor. Sening xizmatingga berishni kutib turyotdi. Rahmat Jamuqa birodar. O'ltiringlar. Jamuqa aka, bulab ketgan opamning o'rnida sizlarga rahmat. Hey, unda qilma. Tura. Tura. Biz markitlarga hujum qilish planini maslahatlashaylik.